Tayyor bo'lsangiz, aka men sizgacha remont emas, san'at asarini ko'rsataman. Bitta ko'ring, bugun 150 kvadratli duplex xonadon remonti avtorskiy proyektda bitgan uyimizni ko'rsataman. Kirib keldik, prixoshka keng. Bu yoqqa hozir video davomida qaytamiz va shundoq kirishimiz bilan mana bu ikkinchi qavatga chiqarish zinarimizni qarang. Rangi, eshiklarimizni rangi bir xil qilib qilingan. Keyingi xonaga o'tamiz. Shundoq kirdik, o'ng qo'lda bizani bu yerda oshxona qismimiz. Texnikalar mana burchakda joylashgan. Bu yoq tarafimizda bo'lsa mebel, ko'rayotganingizdek mebellarimiz ham hammasi qo'yilgan va bu xonamizni, ya'ni oshxonamizni o'zini balkoni bor. Balkondan manzara shundoq Yakkasaroy City'ga qaragan. Bu novostroykamiz ham o'zi Yakkasaroy tumani, bir yoq tarafimizda 8-raddon, bir yoq tarafimizda Kichik Halqa yo'lidan kirganimizda joylashgan. Xonadonimizga shundoq kirib keldik. Ro'paramizda bizani zalimiz. Zal juda katta. Bemalol siz bir yoq tarafini stol zona, bir yoq tarafini divanli zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu qilingan kartinalar, tanlangan ranglarni o'zingiz albatta 1 dan 10 gacha bitta baholab o'ting. Televizorimizning zonasi ham Venetianka qilib qo'yibdilar, akam. Vashi boshqacha turibdi. Kiraverishimizda ham oynali burchak qilingan, patoloklari atachenti qilingan, vstroyniy shkaflar qilingan va bu yerda bizning birinchi qavatimiz uchun общий sanuzyulimiz joylashgan. Mana shu yo'ligimizgacha aka bitta lustra yetishmayapti. Katta lustrani ilib qo'yasiz, pastgacha turadigan vashi boshqacha bo'ladi. Ikkinchi qavatimizda holimiz bor. Bu podyezddan kiraverish eshik. Mana buni qarang, art beton qilib akam juda chiroyli qilib qo'yibdilar. Xolos, bilmayman, o'zimga yoqayotganiga ham xonadonni maza qilib video obzor qilmoqman. Birinchi xonadan boshlaymiz. Shunday ikkinchi qavatga chiqdik. Bizani birinchi xonamiz, birinchi yotoq xonamiz. O'zi pastda bitta zal, bitta oshxona bo'ldi-yu, tepa qavatimizda bo'lsa hamma yotoqxonalar qilingan. O'zini mebellari bilan ko'rayotganingizdek tayyor qilib qo'yilgan. O'rtada ikkinchi qavatda bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Bu yerda ham ko'ryapsiz, hamma o'zini mebellari tayyor qilib qo'yilgan. Arkali o'zini shkaflarigacha juda chiroyli qilib qo'yibdilar, akam. Uchinchi xonamiz, bu bizani uchinchi yotoqxonamiz. Bu yerda ham ranglari juda chiroyli tanlangan. Polnotsenniy qavat ko'rayotganingizdek, tepa qavatimizda mansardniy qavat emas, ko'ryapsiz, hech qayerda qiyshiq qing'ir tom yo'q. Mana bu yerda mebel tepalari qilingan, kravatimizning tepasi bu yoq tarafida bo'lsa, o'zini vstroyniy shkaf, prozrachniy oynalarigacha qilib qo'yilgan. Keyin mana bu san'at asarini bitta ko'rmasangiz bo'lmaydi o'zingiz, aka. Ikkinchi qavatdagi общий sanuzyul, kafillarni lekin boshqachasini tanlab qo'yibdilar, akam. Juda chiroyli chiqqan. Albatta 1 dan 10 gacha bu qilingan ishchi qilingan mehnatni baholab o'tishni unutmang. Yakkasaroy tumanida joylashgan 150 kvadrat 9 va 10 qavatli duplex xonadonimiz. Narxiga keladigan bo'lsak 249 900 so'ralyapti. Ozgina o'tib beriladi.